Assalomu alaykum Agres avto obunachilari. Navbatdagi mashinamiz 500 T99. Avtomobilimiz yili 2023-yil. Bosib o'tgan masofasi 40,000 kilometr. Mashinaning turishini qaranglar, juda go'zal va haybat mashina ekan. Mashinamizning kraskalari toza. Buni balonlari, diskalari 223 diska balon qo'yilgan, paraglar qo'yilgan. Orqa kapotlari ham elektropaketda. Mashinamizda hech qanaqa qirilgan, sirilgan liktovkalari yo'q. Mashina ayab chiroyli holatda haydalgan. Sizlarga hozir ichki holatini ko'rsataman. Mashinamizda 540 gradus kamerasi, bezkulchoy dostuplari, silbo'y zona hammasi bor. Panorama lyuk ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda avtohol, avtoparkovkalari bor. Kruz kontrollari ham bu yoqda joylashgan. Mashinamizni o'zi ham ancha katta mashina. Shu Tahodan ozgina kichikroq ekan. Ichki salonlari, orqalari ancha keng. Olib minib mazza qilib minishlar uchun Agres avto obunachilari uchun bu mashinamiz 25 mingdan ozgina kami bor. Bank nasiya savdo barterga kelishamiz.